Dinimizning tunji buyruqi o'quv amridan ilhom olgan musulmonlar tug'ilgandan o'lganga qadar ilm talab qilish dasturini o'zlariga asos qilib, kech-kunduz tirishib, har sohadagi Allohning qudrati va hikmatini bilishga intilgan va intilmoqda. Bu nuroniy buyruqdan ilhom olgan Sharqiy Turkistonlik musulmonlarmi kech-kunduz tirishib, olamshumul natijalarni qo'lga keltirib, tarixga ismlarini oltin harflar bilan yozdirgan va o'zlarini o'chmaydigan mash'alga aylantirgan. Bugün bizlerge ilham manbasi bulup kelganlarning beshida Sultan Sutuq Bug'roxon, Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, İmam Sa'duddin Qashqari qatorliq ulug'larimiz yer olsa, bizga yaqin vaqtlarda islom dunyosini o'zining yuqori ilmiy saviyasi bilan hayron qoldirgan Abduqodir Domullam, Sobit Domullam, Muhammad Solih Domullajim qatorliqlar yetishib chiqqan. Ulardan ilhom olgan, ularning izbosari bo'lmish bizlarmi Türkiye'nin Samsun şehrideki medresemizde uzun yıllık tecrübege ega ustozlarimizning yetakchiligida 2023 yıldan başlap Uyghur o'quvchilarni nuqtaliq tarbiyalash xizmati başlagan bo'lib, ko'rinarlik yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, har qaysi peshqadam ustozlarning muayyanlashtirishiga erishib kelmoqdamiz. Bu yilmi 3-qarorliq o'quvchi qabul qilmoqdamiz. Medresemizning dasturi bo'lsa surda aytdiki: "Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim" oyati, ya'ni bir qavm o'zini o'zgartmaguncha Alloh ularni o'zgartib qo'ymaydi oyatidir. Ajdodlarimiz bu ilhom bilan kech-kunduz tirishib, dunyo oxiratlik izzatga qandoq erishgan bo'lsa, ularning varislari bo'lgan bizlarmi ulardek tirishsak, Alloh bugungi holimizni o'zgartib, burungi izzatimizga erishtirdi deb e'tiqod qilamiz. Madrasamizning imkoniyatlari. Madrasamizning tabiat bilan birgavdlashgan ozod muhiti, kitob bilan to'lgan kutubxonalari, qo'yiq islomiy tus olgan sharoiti qarindoshlarimizning o'rganish qilishiga yaxshi muhit yaratib bergan bo'lsa, futbol maydonlari, basketbol maydonlari va qarorlik holda elib berilgan dal faoliyatlari va dengiz sayohatlari qatorliq ijtimoiy va jismoniy faoliyatlar qarindoshlarimizning o'zlarini jismoniy jihatdan yaxshi taraqqiy qildirishiga qulay sharoit sunmoqda. Ko'z oldimizdagi avlodlarimizning ilmiy saviyasi, adab axloqi va tutum prinsiplari bizning kelajakdagi kimligimizni belgilaydi. Uyg'urlarga nisbatan avlodlarning yetarlik ilmiy qobiliyat hozirlab, ajdodlar izidan olg'a ilgirlishi, o'z diniy va milliy kimligini tonib, ular oldidagi bosh tortib bo'lmas muqaddas burchini o'rindishi mavjudlik masalasiga aylangan bugünkidek kunda tarbiya va ma'arifning ahamiyati hassilab oshmoqda. Ma'arif avlod tarbiyasining birdan-bir yo'lidir. İqtidorlik va ilg'or bir avlod yetishtirib chiqishning asosidir. Bu nuqtada vatanparvar va mehnatkash ota-onalarning farzandlari haqidagi orzu-umidlarini va qayg'u-andishlarini chunqur his qilmoqdamiz. Biz qadrlik ota-onalar bilan yaramliq avlod tarbiyalash yo'lida yaqindan hamkorlik o'rnatib, ularning bu ulug' tilikiga jo'r bo'lishni chin dilimizdan xohlaymiz.